Abdulaziz aka 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalariga aqlini rivojlantirishga qanaqa o'yinchoqlarni tavsiya berasiz? Xo'p, aynan shu yoshdagi bolajonlarimizga Lego va konstruktorlarni maslahat bergan bo'lardik. Xo'p, aka ikkinchi va uchinchi savolimizni ota-onalarimiz berishgan ekan, bolalariga qanday qilib o'yinchoq tanlasak bo'ladi? Xo'p, buni yo'li juda ham oson. Gadjetoz do'konlariga kelsanglar, farzandinglarning yoshiga qarab mos bo'lgan eng zamonaviy o'yinchoqlarni sizlarga qilib beradi. Xo'p, aka uchinchi savolimiz, bolamni telefondan ayira olmayman, nima qilsam bo'ladi deyishgan ekan. Hozirgi kunda bu global muammo bo'lsa noto'g'ri bo'lmaydi. Hammada shu muammo. Farzandimni telefondan chalg'ita olmayapman. Buni men bilgan bitta yo'li bor. Farzandingizga ko'proq vaqt ajrating. Farzandingiz nimaga qiziqayapti? O'sha qiziqqan narsasidan kelib chiqib farzandingizga shunga o'xshash o'yinchoqlarni olib bersanglar, tez orada telefondan qutuladigan umiddamiz. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Yana sizda qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin.